Assalomu alaykum, xayrli kun, xayrli tong barchamizga. Javobbek Olimov kuzatuvchilari, obunachilar, Olg'a O'zbekiston, Sirdaryo. O'g'loning mana bugun xohlasa tayyorlanib yo'lga chiqyapti. Bugun sayohatimiz 8-kuni Sankt-Peterburg shahridan Toshkentgacha velosayohatimizni 8-kuni bugun xohlasa sizlarga yanada qiziqroq va yanada yaxshiroq videolar olib joylayman. Bezmontaj, faqat men montaj qilishga menda vaqtim yo'q, to'g'risi gap. Montajni ham to'g'ri tushunmayman. Qo'ldan kelgancha tabiiy video yuklab beraman. Xudo xohlasa, azizlar, duoda bo'lib turinglar. Kattakon rahmat. Videom yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentar yozib, yaqinlar birlashib qo'yinglar. Kattakon rahmat sizlarga. Azizlar, Xudo xohlasa 18 minutda bo'ldi. Kutmagan edim rostdan bunaqa pateshkalaringizni. Juda ham zo'r natijalarga ketyapmiz. Kattakon rahmat hammanglarga. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Mana esa 8-kunimizni eson-omon o'tib olaylik. Pateshkada bo'lib turganlar, mana yo'lga chiqishni boshladik, xudo xohlasa. Qanday bo'lib ketyapti Froda? 8-kunimiz velosayohatimiz Sankt-Peterburg shahri O'zbekistongacha velosayohatimiz. Bu manzarani sizlarga o'rtoqlashkim keldi azizlar, mana qarang. Nima deyapti bu manzara? Mana atroflarda mana azizlar. Volochyovka 14 kilometr. Tak. Torjov 86 kilometr, Moskva 300 kilometr qoldi. Xudo xolasa bugun qattiqroq harakat qilib bo'lsa ham shu Torjovga yetib olishga harakat qilamiz. 80 kilometr bosishga. Alloh. Azizlar, o'tiringlar. Duolaring sabab energiya kuchlilar. Yoqqan bo'lsa like, kommentariya kutaman azizlar. Yaqinlar birlashib qo'ying. Manzara. Havo zo'r lekin вообще. Havoda qushlar sayrayapti. Mana aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Shukr, rahmat. Qalay, qayerdan akasiz? Termiz, Surxondaryo. Termiz, Surxondaryo. Gap yo'q, Surxondaryo. Siz qayerdan aka? Qashqadaryo. Siz-chi aka? Qashqadaryo. Qashqadaryodan qayerdan aka? Nishon. Nishon? Siz ham Nishondan? Ha. Siz qayerdan kelyapsiz? Men Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga velikda aka. Nima yordam? Hammasi joy-joyida, Xudoga shukr. Nima yordam? Hammasi joy-joyida aka. Yaxshimi? Rahmat. Ha, sekin-sekin aka mana. Молодец. Qachon chiqdingiz? Bugun 8-kun aka. Nasib. Mana Surxondaryo. Surxondaryoga xotib ketyapti aka, ishoning. Qashqadaryo ham to'g'risi aka, keling, yaxshi keling aka. Mana qo'llab-quvvatlaymiz Qashqadaryo, Surxondaryo mana. Bo'rlar deb mana kommentarlar yozib orqasidan aka, buni tarqatib joy auditoriya yomon yig'yapti. Xudo xolasa Sirdaryo viloyati Sa'dobod tumanidanman aka. Ismingiz nima aka? Navruz. Navruz aka, Javlonbek mening ismim. Siznikchi aka? Siroj aka, Javlonbek ismim. Aka, Javlonbek. Yangi yo'llar yaxshi kelyapti. Da, sekin aka. Brat. Земляки, салам. Salom земляки. Сейчас какого ты города? Это Sirdaryo, Sardoba. Знаешь, Я Янгиер. Yangiyer, Сырдарья вилаят. Вот, Yangiyer, Sirdaryo. Янгиер, салам алейкум. Салам алейкум. Из России, что, как дела ты? Нормально. А ты что, оттуда прям на велике едешь? Да, прямо, это Санкт-Петербург, порт, прямо Узбекистан. На велике. Сколько уже в пути? Сколько? Да. Я тебя видел, ты там сейчас стоял, я тебе сигналил. Да, я Ты там снимал, возле этого БТР. Да, проезжал. Вот видео так, снимать да? это будет, да. Понятно. Что, у тебя канал есть? Да. Где? Инстаграм. А, в Инстаграме? Да. YouTube тоже это поставил. У нас YouTube, видишь, заблокировали. Да. Не посмотреть.
так, хорошо. Akamiz Yangiyerdan ekan. Вот так что, давайте, Да. пишите, звоните, давайте встретимся. Есть друга это Yangiyер это. Настоящий. Да, там Руслан, здорово, Леха, Серега. Давайте. Я тут видос смотрел ваш, все нормально, увидимся еще. Смотрите, ВК меня ищите, Стас Сила, я ВКонтакте. Aziz sirdaryoliklar, O'zbekiston shu videoni tarqatib maksimalni layklarni bosib, kommentarlar yozib, akani o'rtoqlariga yetkazib qo'yamiz. Aka, Увидел флаг, Да. ехал, поэтому остановился. Видели, да, он с флагом едет. Я его увидел, поэтому вот моя машина, я остановился поздороваться. Передать. Ладно, давай, счастливо тебе. Давай, удачи, брат. Давай. Все будет. Alimich har doimgidek aziz obunachilar. Bunchalik duo qilib, adishga qilib ana. Rahmat. Xohlasa qaranglar, biz Moskvagacha 2 kilometr qoldik, xudo xohlasa azizlar, mana 250 ko'rsatib turibdi Moskvagacha. Xudo xohlasa shu yo'lda davom etyapman. Hammalarga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlar. Aziz obunachilar, like, kommentariy kutib qolaman. Yaqinlar birlashib qo'ying videolarni. Va xohlasa 250 kilometr qoldi Moskvagacha. Kattakon rahmat hammalarga. Qo'llab-quvvatlab turganlar. O'z vaqtini ayamasdan videolarni yaqinlarga ulashib, kommentariyalar yozib, kommentariyada o'z fikrini bildirib, like'larni bosib aktiv bo'layotganlar, kuzatayotganlar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. O'z vaqtlaringni ayamasdan bunchalik rahmat sizlarga. Mana yo'lda davom etamiz. Xudo xolasa bismillah. Kunga xush kayfiyatda bo'lyapti hammasi. 24 kilometr plus 27,5 kilometr yurib, hozir mana sizlarga bir narsa ulashmoqchiman. Mana qaranglar. Nima deyapti bu? Azizlar, ishoninglar. Shunaqa odam bari diliga yayraydi. Mana bu yerlarga baklashga qo'yib, ikki tomoniga baliqchilar o'zi biladi. Baliq to'r tortib qo'yibdi. Mana azizlar, qarang. Qanaqa bulutlarni qaranglar, bulutlarni. Mana bu yo'llarni ham ko'rsatay sizlarga. Odamlar baliq tutib o'tiribdi, naryoqda mana. Baliq ishlayapti. Like bosishga, kommentar yozishga, yaqinlarga ulashib qo'yishga arziydigan bo'lsa, azizlar, jalka qilmaymiz. 2 sekund vaqtingiz ketadi. 2 sekund vaqtingizni ayamaysiz degan umiddaman. Rahmatlarga kattakon rahmat, azizlar, iltimoslardan duoda bo'lib turinglar. Kamina Jog'lanbek Olimovich sayohatning 8-kunida o'sha videoni sizlarga ulashdi. Sizlarga ozroq bo'lsa-da kayfiyatlaringizga yaxshi kayfiyat ulashgan bo'lsam, kamina shundan xursand.